haftacha tuxumni inkubatorga solib ko'rdim bir haftacha. Ha. 20%, 15% ichida urug' bor, qolganlarda urug' yo'qda. Endi urug'lanadi. Ha, kun sovuqda hali. Hozir nima qildilar birini gaplashtiringlar. Murod aka yaxshimisiz o'zingiz, nechimisiz? Assalomu alaykum. Mustafa Alaykum aka assalom. keling. Alhamdulillah yaxshimisizlar? Nima charchamasdan Xush kelibsizlar. nima gapirdingiz? Bosyapmiz kelgan joyda. To'g'ri, bosing aka. Qanaqasi ekan shunaqasini bosavering. Men bu Javlon akani lekin havas qildim nimalariga, endi o'tiklariga. Kimga? Hozir bitta video tashladi oxirgi bo'lib 1 soatcha oldinmi? 6da tashlagan ekan. Javlonbek. Bormi? Ha, dahshat tuxum tashlabdi-yu. Ha, ikkitasinimi, bittasini bostirib qo'yibdi. Ko'rdim mana men. Malades lekin. Уже yanvar fevralga chiqar ekan judalar уже. Ha, o'sha fevralning oxiriga bormay. O'sha anaqa faqat nima qilib gapirib o'tirmasdan amalda ham zo'r nima qilar ekan. Oka, oldin yozardi menga. Ha. Natijasi amalda ham zo'r ekan, lekin harakat qilish zo'r ekan. Birga yotib shekilida, davay tug'ish. Anaqa romantiskiy muzika qo'yib bergan bo'lsa kerak, ertalabgacha. Hali bitta hind bolani ko'rdim, molxonada yotar ekan-u. Tirnoqchalar qilib qoladi molxonada o'zida. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling, yaxshimisiz? Alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Allohga shukr, yaxshiroq. Siz yaxshimisiz? Tinchmisiz? Salomat xonadonlar tinchmi? Ha, Allohga shukr. Anjonlar ham yaxshimi, jon? Biz yemisiz? Salomatlikmi? Yo'llarni baliqlar boqib yotibsizmi? Ha, juda astoydil, sovuq tushganiga yana ham kuchaytirdik buni. Ha? Makkalarni ham nimaga solib beryapmiz? Atalanishiga qo'shib olyapmiz. Makkani atalanishiga qo'shib? Ha, pishgan holat. Hali baliq atrofi ichiga-da. Atalatib qo'yamiz. Ha. O'shanda buni ichgan totlarni olib kelib qaynatyapsizmi? Xullas, ichki отходlar polni, jabra bor, ichida kalla bor, laqqani kallasi, laqqani terisi, anchagina nimasi ham chiqadi shu 15 kilo bo'lsa 1 kilo, 2 kilo nimasi ham borda ichida nima? Ha, o'lsin. Ikrasi ham bor. Ali kalla, do'm-pumlar yo'q-a? Bor, ular ham bor. Qiltirig'i bormi? Yo'q, qiltirig'i yo'q. Shu dumidan chiqmasa, bilmadiku, shu qaynagandan keyin bir yarim soat qaynab turadi-da, shu tagidagi cho'g'i bilan. Hammasi ezilib, agi bo'lib ketadi, uqalani yo'q bo'lib ketadi. Ichak chavog'i ham siz bilinmaydi. Otingiz nima deyapsiz? O'sarbek deyapsizmi, Umarbekmi? Yo'q, meniki Oybek. Umarbek u boshqa bola. Ano, glavniyizga bir ko'ppa ismini Murodjon, ha, nechinchi yilsiz? Nechinchi yilsiz? 90-yilman. Ha, gruppada kattaroq men shekilli 82 man. Ha. Sizdan kattalar ham bo'lsa kerak menimcha aka. Oybaga tinchsiz? Siz. Xo'rdanishmi aka, tinchmisiz? Rahmat. Endi aktivlarni hisobga olyapman-da. Ha, ya'ni Sobir aka ham menimcha katta bo'lsalar kerak. Hech gaplashishormadingizmi hali? Lavandalar, shalar-u. Ha, yo'q, ular bilan gaplashganimiz yo'q. O'zi siz faqat aja chat bo'lganda kirasiz, xolos, qolgan mahal uncha nima emas-siz. Yo'q, endi menga tashlayman desa, menga juda xuruvi hamma joy atalasi chiqib ketgan ular, rangi sarg'ayib.
Ha, tashlab yuraverasiz endi. Bor nima edi? Cho'michda bor, qozonga chiqadi endi aka. Aha. Nima Et endi o'rda narsa endi aka. U doim oppoq olib yuramiz. Suv havzingiz bo'lsa ham bor deyapsiz. Endi cho'miltirsangiz keyin oqaradida. U muzda yuraveradi shunaqa. Biznikilar ham nari chiqyapti hozir. ha. Endi to'g'ri, Bular chiroyli qilib olish yetmaydi. ha, Hayratullo bularni men narsani sezdimu juda bet oldirgani juda tez bo'lar ekanda. Yes oldirganimi? Bet oldirgani juda tez. Bu vahshiy ikki qadamdan semirib olaveradi bu o'rda. Aka shunaqa tez o'naladigan narsa, vahshiy tez o'naladi. Ha, yo'q men nimamda haligi boquvimda. Yo'q, o'zi umuman olganda zo'r boqsiz tez o'naladi, o'ziga tez oladi. U go'sht bersiz ham, don bersiz ham, non bersiz ham nima esa qonni to'ysa hisob o'nalaveradi bu. Yaxshi Ha, yem ha, berib ha. tursa tez o'ziga. Misol tovuq jo'ja misol 3 oyda 1,5 kilo bo'lsa, ular 3 oyda 4 kilo bo'lib ketaveradi-da. Bu vahsh tomoni zo'r buni. Ha, to'g'rimi? Misol bitta yosh katta xo'roz olib keldingiz, boquv o'rtacha bo'lgan. Buni ko'tarsangiz 1,5 kilo, 2 kilo chiqadi hali xo'roz. Lekin yosh katta. 15 kun boqing, 4 kilodan kamiga bo'lmaydi. Yaxshi ralinaqa zo'r to'ydirib boqsangiz, 15 kunda 4 kiloni oshib qo'yadi xo'roz. Misol o'rda. Men o'zim olib kelib, birinchi boshlaganda 2 ta o'rda olganman. Ha, 2 ta o'rdayim 2 kiloga bormasdi bersa. 1 kilodan o'tardi hali o'rda. O'tda ham ozib ketgan, yemagan hisobda. Suvda o'zib yurgan xolos. Keyin olib kelib 15 kun boqdim, xo'roz 3 kilo 200, menga olib 2 kilo 600 bo'lgan. 15 kunda. Bu shunaqangi tez o'nalib deganga hali kuchli hayratda deydi, yoshlar bo'lib ketganda. Ha, yaxshi. Yangiliklardan gapiringlar. Yangiliklar shu narxlar oshyapti, ishyapti. Aha. Bizdan xudo xolasi ertaga menga 3 xonadagi mana hagisini kelishib qo'ydik, shu borini 25 dan 26 ta bor ekan, hammasini borib olib keladigan bo'ldim. Cho'jalar ham ertangiroq deyapti. O'rdalar juda qimmat, endi yangi sezonga ham tayyorlayapti. Nechi puldan baraka? Baraka 100 mingdan, ularni 10 ming so'mdan o'tib berdi, 90 mingdan cho'jalari, mayda iyinda ochilganlari. Ha. Oqlari, qoralari, cho'jalari, aralash. Yo'q, oqda faqat tulagi ham 6 ta 7 ta ekan, qolgani bir 20 tasi cho'ja ekan. Oq makiyonlar. Ha, yaxshi. Nechta Haligi bo'ldi? shaxmatda nima bor, bir o'yin bor, shagza shagim degani, qadamba qadam. Nechta bo'ldi? Endi o'shani olib kelib ko'payadi. Ba'dagi so'z oqlar 50 ta. Xo'roz makiyoni bo'lib turib haligi. Sentyabrsk cho'jalar. Ha. Ular 25 dan mayga apreldagi nima bo'lib qoladi, harakatda bo'lib qoladi ular. ha, zora o'shanga men sonini bir makiyonlarni 50 dona qilib olsam, hech qayerdan qaytib olmagan taqdirda ham bu yildan keyingi 27 ga hammasi 50 ta tulay bo'lib o'tadi-da. Bu yil endi boricha ochaveradi, qancha ochadi, quvvati yetgancha. Boriga baraka. Ha. Ha, yaxshi. Odamlarniki o'sha tug'ib, kurka bo'lib boshlabdi. Oldin odamlarga boshlagandir-da. Ha, oldinlari o'sha mana shu fevralda 20lariga ochib chiqardi. Ha, yaxshi. Juda ertangi bo'lar ekanda. Shular ham yaxshi boqilib ketsa, kuzgacha biron marta ochishga ham ulgurib qoladi, kuzroqda bo'lsa ham. Tushunmadim. Shu hozir fevral, martda ochilganlari, kuzroqqa borib yana bittadan ochib olishga ulguradi, Yaxshi baqorsa ulgiydi. Umarбек,
Oyshtapman. Fevralda o'sha yigirmalarda martda boshlariga ochilganlari yaxshi Xo'sh. baqilsa yilni oxirigacha ochib olishi mumkinmi to'g'ri? Tak, yilni boshida ochilgan jo'jalar, shu martda ochilgan jo'jalar yilni oxirida nima qilishi mumkin dedingiz, tushunmadim. Shu yilni oxirigacha katta bo'lib, tug'ib, ochib chiqishi mumkinmi? Zot olsa bo'ladimi? Qiyin lekin aka. Agar vitamin berib yaxshi boqiladigan bo'lsa, shu o'zini start rostini berib boqiladigan bo'lsa, iloji bor lekin. Tuxumga kirib ketishi mumkin aka. Agar xonasi issiq bo'ladigan bo'lsa, mana bu Jalol akani yeb tashlagan o'rdaklar bor, hammasi hali jo'ja-yu, erta bahorga. Ha. Lekin ochishga kafolat qiyin aka. Tuxumga kirishi mumkin u. Necha oyda tuxumga kiradi? Mandagilar aka 7-8 oyda o'sha tuxumga kiradi. Sizdagilar. Ha, mandagilar. Boshqalariga nima yo'q. Boqilishiga bog'liq. Quruq bo'lsa, xonasi issiq bo'ladigan bo'lsa, to'g'ri. Xo'roz yaxshi ishlab turadigan xo'roz bo'lsa. Ha. Tuxumga kirishiga xo'rozni aloqasi bormi yo'q? Xo'roz aloqasi katta aka. Ha. Xo'roz bo'lmasa tuxumlamashi ham mumkin. Xo'roz bo'lsa, o'tganda bitta oq xo'roz bosayotganini ko'rsatdimmi? Video tashladim-ku gruppaga. Esingizda bo'lsa. O'sha makka uje tuxumga kirdi aka. Erta bahorgi jo'ja. Xo'rozdan erta bahorgi jo'ja, mayda chiqqan jo'jalar. O'sha tuxum tug'yapti shu. Kecha nimaga soldim? Inkubatorga soldim, lekin ichida urug' yo'qda, kun sovuq. Inkubatorda ham ochilyapti? Ha, ikkita inkubator bor, ikkita inkubatorga ham solyapman. Necha foiz? O'rtacha nima qilasiz? Ochirgansiz. Aka yiliga shu ya'ni tuxum juda ham ko'payib ketadi. Ba'zi indotlar tuxum yotmay qo'yadi. Boshida bir hafta 15 kuncha tuxumga yotadi, keyin o'sha turib ketadi-da. Ularga hammasi yosh shu indotlar shunaqa bo'ladi. Birinchi tuli, birinchi nimalar yotish. Ko'pincha shunaqa o'chirib turish uchun shunaqa ostida qolgan tuxumlar uvol bo'lmasin deb apparatga solaman. 400 ta 500 ta jo'ja chiqaraman aka yiliga apparatni o'zida. Yo'q, tushundim. Inkubatorda misol 100 ta solsangiz, tuxum necha foiz ochirsa bo'ladi o'rtacha? Endi bu yerda inkubatorning o'ziga bog'liq. Ikkita inkubator bor hozirgi kunda. Bittasi xitoyskiy inkubator, hozir juda ham katta. So'rashga juda ham katta odam olyapti, qiziqib, chunki bir reklama ko'rib olyapti. Men ham olib ko'rdim buni, qiziqib 100 talikni oldim. Shuni ichidan shu xitoyskiy inkubatorga solganimda 100 ta tuxum soldim. O'shandan 60 ta tuxum chiqdi aka. Chiqishida yordam beryapsizmi? 60 Ha, ba'zi 10%, 15% yordam berasiz. Yo'q, 10%, 15% ga nima qilasiz? Yordam berasiz o'zingiz. Nesuchka degan inkubator bor, nimalik? Rossiyskiy, sirti plastmasiy, volt penoplastga ishlatilgan. O'shalarda yaxshi ochib chiqadi. Ya'ni 80%, 90% ochib chiqadi. Endi bu yerda urug'ga ham bog'liq, tuxum ichida rivojlanishi. Shunaqada. Ba'zilar Oyishchapa. Inkubatsiya rejimingiz qanaqa sizni? Mana shunda qanday? Graduslari, vlajnosti qanaqa qo'yapsiz? Nechinchi kunda nima pavorot yoqasiz, necha kunda bir, nechinchi kundan suv sepishni boshlaysiz? Men bu xitoyskiy, ya'ni xitoyskiy plastmasiy rangda, sariq rangdagi nima inkubatorni o'zlari aylantiradi avtomatik. Ichiga suvni ham kerakligini oladi, bakarga qo'yib, kichkina yengishga shlankani tortib ketib qo'yadi o'zi. Kerakli suvni oladi, kerakli suvni chiqarib tashlaydi. Vlajnisini ham o'zi qiladi. Umuman faqat tuxumni solib qo'yaman, bo'ldi aka. Kuniga har 2 soatda tuxumni o'zi aylantirib turadi.
tuxumni ochib shamollatish qachondan bo'ladi? Yo shamollatmaysizmi siz? Yo'q, u xitoyskiy apparat umuman shamollatmaydi. Hamma o'zini teshiklari, ventilyatorlari bo'ladi, hammasini o'zi ish qiladi. Necha gradusda turadi? 37 da 7, 36 shunaqa o'zini haroratini o'zi to'g'ratadi. Ya'ni u yerda tovuqniki, o'rdakniki, shundan keyin sisarkani shu rasmi bor, bedananikini o'shanga moslab qo'yib qo'yasiz. Hozir o'rdak deb o'shanga moslab o'zi ochiveradi. Ha, ha, ha. Yaxshi, rahmat. Tovuqni tuxumini yaxshi ochadi, lekin nima o'rdak hozirga kelganda sal kuch yetmaydi xitoyskini. Inkubatorga tuxumni yuvib qo'yasizmi yo yuvmay qo'yasizmi? Yuvib solaman. Yuvib solasiz. Necha Tuxumni kungacha saqlangan tuxumni, yig'ilgan tuxumni necha kungacha tezroq inkubatorga yoki indutgan tagiga qo'yishni tavsiya qilasiz? man o'zimda kelib chiqqan nimada, tajribadan kelib chiqqan, bir oygacha ham turgan tuxumni solganman, oshib chiqqan. Faqat tuxum qimirlamasa bo'ldi joyidan. Ya'ni tinch joyda, sovuq ham emas, issiq ham emas, o'rtacha haroratda saqlanadigan bo'lsa, ya'ni lotokda saqlanadigan bo'lsa, oshib chiqadi. Примерно 5 gradus bo'ladimi, 15 gradusgacha? 5-15 gradus yaxshi. Mhm. Manda ishonasizmi aka, xolodilnikka solgan tuxumdan soyga oshirganmiz. Mhm. Xolodilnikda lotokda bir haftacha turgan, o'shani solganmiz, 10 ta tuxumdan 3 ta jo'ja oshib chiqqan. Hmm. Lekin tavsiya qilinmaydi. Lekin tavsiya qilinmaydi. Просто biz o'zimizni tajribamizdan sinab ko'rganmiz. Ya'ni faqat tuxum qimirlamasdan, boyag'inday silkinmasdan tinch joyda turadigan bo'lsa, ichida urug' shu holda saqlanib turadi. Agar tuxum qimirlab, bu yoqqa almashadigan joydan almashadigan bo'lsa, tez qimirlab ketadigan bo'lsa, ichida urug' yo'qolib ketadi. Mhm. 20 kungacha normalniy ochaveradi tuxum. Podval sharoitida qorong'i joyda tursa turaveradi tuxum aytmas. Bezat Bey, yana bitta savol bor edi. Endi shunaqa holat bo'ldi yozda. Qani? Internet yaxshi emas. Xo'p, bilganlardan boshdan o'tkazganlar bo'lsa nima qilaveringlar? Mana yozda saraton bo'ladi-yu, 50 gradus bo'lib qolyapti. Shu paytda 20 kun, 25 kunlik bo'lgan jarayonda indutga bosib yotibdi-da. Jo'jalar hamma yoq zakonniy rivojlangan. Lekin o'sha indutga birinchi ochishida misol как положено 100 ga 100 misol 25 dan 23 ta 22 ta ochib chiqqan. Lekin ana shu saratondagi ochib chiqish paytida shu 25 tadan bir 10 ta 15 ta ochyapti-da, 10 ta 15 tasi juda ko'p brak bo'lib, ochmay palaqti bo'lib, umuman saratonda issig'i ta'sir qilyaptimikan deb o'ylayapman. Oradaga qarang. Endi bu yerda siz gapingizni tushundim. Men o'sha yarimda bo'lsa ham manda saraton issiqda ham oshdi aka. Ikkinchi partiya oshib chiqdi o'rdaklar. Tegi 25 ta tuxumdan 22 ta bittasi oshdi, 20 ta bittasi oshdi. Men gruppaga tashlagan Hadiyatulloh aka bir ko'ruvdi. Qo'ng'ir 2 ta o'rdak. Lekin xona salqin bo'lsa, bo'ldi aka, suvni ham qo'ymaysiz, oldigan donni ham qo'ymayman, faqat o'zi kerakligini o'zi chiqib yeb, kirib, cho'milib, qaytadan kirib tuxumni o'zi sovutadi. Tepasida qarab turadi tuxum 1-2 soat turib o'rnidan. Tuxum soviganiga qaytadan ustiga yotib, o'zi oshib chiqadi. Faqat xona issiq, salqin bo'lsa bo'ldi, ya'ni shu yotadigan joy salqinroq joy bo'lsa bo'ldi. Ya'ni issiq emas. Salqinligi salqin. Lekin nima rezultat o'sha 25 tadan aytaylik 10 ta 15 ta ochibdi-da. Rivojlanish o'sha 25-30 kungacha bo'lgan rivojlanish zakoniy 90% rivojlanish bo'lgan. Tushunarli. O'rdakni o'zi yoshlik qilmagan ekanmiz, ona o'rdagiga ham bu yerda katta ahamiyat beriladi tuxumni ochishga. Yo'q, o'rdak yaxshi edi ama. Lekin o'sha muammo juda ko'pchilikda bo'ldi-da. Bu yil mana unaqa bo'lmadi. Manda 5 ta yoshi katta o'rdak bor, ona o'rdak, oddiy o'sha oqbosh, shunaqa oddiy o'rdaklar, lekin zo'r oshdi aka bu yil. Zo'r natija bo'ldi, 5 tasidan ham zo'r bo'ldi. Bir yilda 3 ta oshdi. Birinchi ochishda 30 ta, 27 ta, 25 tadan oshdi. Keyingi partiyada ham 24 ta, 20 ta, 3-partiyada 18 tadan 17 ta, 15 ta oshdi. Eng kam oshgani avgustning 20 kuni 15 ta oshdi. Sentyabrda lavanda oshdi, u ham 10 ta jo'ja oshdi. Sentyabrning oxirlarida. Bitta sezonda necha marta ochirasiz? 3 martami, 4 martami?
3 marta aka, 4 marta oshirib ko'rmadim, 3 marta. Mhm. Masalan, bugun tuxumdan jo'ja oshib chiqqan bo'lsa, tegir 3 kun turadi. 3 kundan keyin o'sha jo'jalarni olib bruderga qo'yaman degan. O'sha o'rdakni xorozga qo'shib yuboraman. Bir haftacha xo'roz bosib shunaqa yuradi, bir haftadan keyin qaytadan tuxumga kiradi. Keyin yana kurka bo'ladi. O'ziga kerakli tuxum, masalan 20 ta, 25 ta tuxum kerakli bo'ldi. Tug'adi, keyin qayta ustiga yotadi. Mhm. Uni tuxumni olib tashlayman, yiqqan tuxumni olib tashlayman degan. Tagiga lavanda, shu fransuzlarning tuxumini qo'yaman tagiga. Tushunarli. Chunki Ishlovchilar kelganlar. lavandadan xabarim unchalik emas, lekin fransuz, nemislar shunaqa o'zini vazni juda ham og'ir bo'lgani uchun tuxum ochib chiqishadi, tuxumni aylantirish kamroq bo'ladi-da. Ya'ni 20 ta tuxumdan 10 ta, 12 ta ochib chiqadi-da. Qaysilar? Masalan, fransuz, ya'ni go'sht yo'nalishida indotklar bor-ku. Vazni Tijoriy ko'tarib liniya. ishlashni qiladi. Mhm. Tijoriy. Mhm. Lavanda ham o'shanga kiradimi? Lavanda ham o'shanga kiradi. Mhm. Lavanda tiyojga kirmaydi, lavanda o'rta, ya'ni o'rta vaznga kiradi. Mhm. Tiyojlar mana shu oq bor-ku, fransuz, nemis deganlar. O'shalar tiyojga kiradi. 8 kiloning usti, xo'rozlar 8 kilo, 9 kilo beradigan tiyojga kiradi. Lavandalar xo'rozlari 7, 7,5 shunaqa beradi. Ular o'rta bunaqaga kiradi. Go'shtga, o'rta vaznga kiradi. Zo'r savol sizga. Qarang, mana o'sha ukrainlarda men ko'proq yaxshi nima shu oq umuman indiyskiy o'rdakda nima tovuqmi, broilermi hamma tomonlama o'sha ukrainlar nimasini ko'p ko'raman. Ashlar kuchliroqmikin deb o'ylayapman. Mana shunaqa seleksiya bo'yicha, zotni yaxshi saqlash bo'yicha. O'shalardagi oq o'sha tijoriy liniya, nemetskiy, frantsuzskiy liniyalari haqiqatan ona o'rdaklar 5 kilo, 6 kilo deyapti sportivniy formasini. Erkaklar 9 kilo, 10 kilo ekan, sportivniy formada deyapti 8 kilo deyapti. Lekin 9 kilo, 10 kilo vес qiladi deyapti. Bizdagi oqlar qanaqa unda? Bizda oqlar oddiy. Masalan, oq bosh, qora boshdan oddiyga bo'linadi. Ular ham oddiy. Bizdagilar qancha semiga chiqmaydi aka. Masalan, 1 tuli, 2 tulidan keyin bor 7 kiloga chiqishi mumkin, undan ortiqroqqa chiqa olmaydi shu xo'roz bizdagilar. Fransuz, adashmasam, fransuz qora shapka uzunchoq bo'ladi. Hal nemis yapaloq bo'ladi. Katta bo'ladi, boshida qora shapka bo'lmaydi. Keyin beti silliq bo'ladi. Bizdagilar hammasi oq, hammasi oq bo'ladi. Masalan, tovuqni ham oqi bor, lekin oddiyda, bu ham oddiy hisobga kiradi-da. Tushunarli. Necha oy примерно mana nima deydi, zvoyi bo'ladi-yu, so'yish vaqti ochildi jo'ja necha oyda yaxshi o'sha nima biznes nimasida boqsa, misol yo'nalishida, go'sht yo'nalishida boqsa, ochildi, necha oydan keyin so'yib, upakovka qilib sotuvga chiqarsa bo'ladi deb o'ylaysiz? Murodga qarang, bu yerda sotuv, sizni yashayotgan joyingizda go'sht qanaqa? Masalan, bir xillar 4 kilo, 5 kilo olishga imkoni yo'q-da. Masalan, 2 kilo normal standart bo'yicha 2 kilo normal deb oladigan bo'lsak, bitta fransuz nemislaringiz 4 oyda, 3 oydan o'tib 4 oyga ketardi, 2 kiloni oshib ketadi go'sht. 3,5 oy, 3 oy, 3,5 oyda garantiya so'yilishga tayyor 2 kilo go'sht bo'yicha standart upakovka qilib sotaverasiz. Agar 4 kilodan ustida 5 kilo kerak deydigan bo'lsangiz, 4 kilo toza 4 kilo kerak deydigan bo'lsangiz, 4,5 oy, 5 oyda tayyor bo'ladi. Bu yerda siz yashab turgan jamiyatingiz necha kilo ko'taradi? Masalan, kilosini 60 ming so'mdan sotganingiz ham 2 kilo bitta odam uchun 120 ming so'm bo'ladi. Normalniy pulda u. O'sha 2 kiloligida so'ysak, u 3 oyligida u pati to'g'ri kelmayapti-da, haligi nayza patlari bor-ku, siyoh bo'lib turadi. Bilaman. Yo'q aka, oqda bilinmaydi. Muammo bo'ladi-da. Oqda bilinmaydi aka. Oqda bilinmaydi. Oqda bilinmaydi. Qorasi, lavandalarda bilinib qoladi, izmurtlarda bilinib qoladi. Srazu bilinadi. Oqda bilinmaydi, chunki masalan, keyin bitta apparat tashab qo'yaman, tokka tiqib qo'yasiz, kichkina apparat qo'lda ishlatilganda, ruchnoy.
Faqat to'kka tiqaz aylanib turadi. O'sha tozalaydigan bo'lsangiz bilmaydi hech qaysi. Shuning uchun oq yaxshida, so'ysangiz ham, sotsangiz ham toza silliq bo'lib turadi. Bu O'sha izmirut lavandalarni so'yadigan bo'lsangiz, qora patlar bor, yosh patlar darrov nima bo'lib qoladi, bilinib qoladi. Tushunarli. Siz hozir Qozog'istondamisiz? Qozog'iston. Turkistondanmisiz? Qozog'iston. Turkistonidanmi? Turkistondan. Necha yildan beri shug'ullanasiz? Indotkani 2019dan beri boqaman aka. 2019dan. 2017dan Pekinskiy o'rnidan olib kelib boqqanman. 2017 3 yil boqqanman. Bitta partiyada olganmisiz yo 2-3 tadan qiziqishdan, hobbidan? Hobbidan o'zim qiziqishim uchun boqa boshlaganman. Pekinskiy o'rdak, shunga boyagi nima broilerni oq o'rdak bor, shulardan qiziqish uchun deylar boqib ko'rganman. Ular juda ham ovqat talab qiladi, juda ham aql tog'da o'zi. Odam ko'rsa ular aql deb ketaveradi. Hozir ham shunaqa bo'lgani uchun ularni sotib indiskiy o'rdakni olib kelganman. Unda ham darrov qimmatidan, ya'ni lavanda, shokolad degan umuman bilgan emasman. Lavanda, shokoladdan ushlaganimga o'zi tozalarni boqayotganimga 3 yilcha bo'lib qoldi. Mana shu Maqsad o'zi Indotkaga qaratib. ularni sotib selkam shu Indotki tinch, shovqin suron kerak emas, tinch yotadi. Keyin buni foydasi tuxum zo'r ochadi aka, go'shti yaxshi bo'ladi. Inkubator o'zi bilan deng. Inkubator o'zi bilan. Qaysi sezonda ham bu o'z narxini tashlamaydi. Har doim qimmat ketadi. O'tganda bittasi bilan bahs ketdi shu nimada, o'tgangi nimada, jumada efirimizda. Nima dedi? Narx arzonlab ketadi. Hamma lavanda boqsa, hamma izmurt boqsa, hamma shu fransuzni olib kelib boqadigan bo'lsa, narxni tashlab yuboradi dedi. Ya'ni Qora shahzoda ham kelgan vaqtda hamma vo dedi, keyin o'sha narxni tashlab yubordi dedi. Bu narsani originalni qonunni buzib toza ishlab turadigan bo'lsa, hech qachon narx tushmaydi. Bahorda jo'jasi yaxshi ketadi, tuxumi bilan. Yozda o'zi katta, 3 oylik, 4 oylar ham yaxshi ketadi. Qishda o'sha so'yilib go'sht yaxshi ketadi. Agar erinmaydigan odam bo'ladigan bo'lsa, patini quritib yostiqqa sotadigan bo'lsa, qush yostiq ham zo'r ketadi. Chunki paxta yostiqqa qaraganda qush yostiqda yotgan odam uyqusi tinch bo'ladi, xotirjam bo'ladi. O'sha savolni ham bermoqchi edim. Mana shu g'ozlarni patidan bilamiz, par yostiqlar tayyorlashadi. Bularni ham patidan tayyorlasa bo'ladimi? Patinni boyagi quritasiz. Qoplarga solib, ona setkalar bo'ladi. Nima setka? Piyoz solib qo'yadigan setkalar bo'ladi. O'shalarga solib quritasiz. Bo'ldi, shundan keyin yostiqqa ketaveradi. Yana meni bitta qiziqtirgan savolim endi общий, hammani nimasida fikrida o'zi aytaveradi, mikrofonlarni ochib. Shundayki, savolim mana shu oddiy kecha bitta bedanani ko'rdim. $5750 sotilibdi-da. Bitta bedana. Qo'ylarni ko'ryapmiz, $100,000, $200,000 sotilyapti. Dakanlar bor, $5,000, $10,000 dakanlar bor. Vaholanki liboy sohada stoyt haligi o'zini yaxshi nimasi, mana Qora shahzoda degan tovuqlarimiz ham bor, $500,000 baholanyapti. O'sha hech bu indutka yoki o'rdak sohasida unaqa nimani ko'rmadim, bahoni. O'sha narsa keyinchalik bizda bo'lishi mumkinmi? Indutkada ham misol xo'rozi $1000, $2000, $5000 xo'rozlar bo'lishi mumkinmi kelajakda? Yo'q, $1000ga chiqishi qiyin lekin Murod aka. Chunki masalan toza izmirutlar sotilyapti. Toshkentda bitta aka bor, toza germanskiy deb sotyapti. 3 oylik jo'jasini $100, tuxumi $15 deyapti. Lekin ya'ni bu yerda odam faqat o'zini emas, oladigan odamni ham tushunish kerak-da bu yerda. Ya'ni imkoni bor oladi. $1000 desangiz ham kim oladi? Dilar hobbi uchun oladi. Imkoni yo'q nima qiladi? Boqib ko'rgisi keladi, ushlagisi keladi. Boqsam go'sht bo'lsa, tuxumni bolalarim yesa degan vaziyatda o'sha o'rdak yaxshi, zo'r. Lekin olyapti, qo'ydi ham $100,000 ga. Puli borlar olyapti, aka, puli borlar olyapti.
Yo'q, Hamma odam demoqchiman, narxni hamma narxni o'zim odamni o'zi qiladi narxni avvalo. Masalan, Arshan keldi deydi, shunaqa vazn berdi deydi, emlab turib olib chiqadi. Hamma shov-shuv o'zini ichida narxni o'zlari ko'tarib oladi. Ha, Arshan Umarbek, zoti shunaqa. Brahmalar ham shunaqa aka. Brahma tozalari $100, $150dan ketadi shu xo'rozlar, patolog chiqqani. Bedanaga keladigan bo'lsak, bedana italyanskiy shular bedanani ko'rdim men ham $5,5 sotilgan. U 1 soatda 20 tacha shunaqa sayraydi aka. ha. Masalan, g'ozlarni ichida Murodjon, xlamagor bor. Xlamagor g'ozi ham shunaqa narx turadi. Tuxumini o'zi ham $15, $20 turadi. Jo'jasi $50, va kattalari shu $150-200 turadi. Endi indovut ichida ko'rmadim lekin. Tushunarli, rahmat. Murodjon shunaqa qo'shib ketmoqchi edim haligi. Qo'ylarda degan qimmat qo'ylar sotilyapti-ku. Aha. Bu narsalar qandaydir bu seleksiyada bu haqiqiy toza qon, buni qulog'ini uzunligi bor, bo'ynini uzunligi, belini uzunligi, dumbasini, bo'yi, rangi, hali qosh qovoqlarni men oldin qo'yib boqqanman-da. O'sha narsa Ha. yaxshi narsa juda shunaqa zotdor narsalardan ko'proq tushadi. Bir 20% tushirib beradi qo'chqorini. 100 ta qo'yga masalan Aha. qo'ysa, 100 ta qo'shib bo'lmaydi-ku, 25 ta palovjon bularga. O'shandan 20% o'ziga o'xshasa nechta tushadi shunda? 10% 2,5 ta, bitta tushar ekan, bitta ikkita tushar ekanda o'ziga o'xshagani. O'shaning uchun buni toza qon deb olyapti buni. Qon toza tushsin deb, zotini yaxshilagani. Hop. Tushundim. Xush Murod aka, kelibsizlar. Mehmonlar, mikrofonlaringizni ochib, bemalol endi savollaringiz bo'lsa, bitta Bekzodbek degan ukamizlar bor. Ancha tajribasi bor. Men bera olmagan savollar bo'lsa, bemalol berishinglar Murod mumkin. aka, endi bu yerda endi hammaga men o'zim maslahat berishim imkon kelgancha, masalan, 100 ta, 50 ta indot ko'p chiqib olgandan keyin o'sha sekin ularni sotib, masalan, ikkita makkaga bitta fransuzga beradi. Shuni sekin almashtirish kerakda. O'shanda fransuz nemisga o'tadigan bo'lsa, yaxshi tajriba oladi va nima ancha oldinga ketadi shu tajribasida. Sohasida ham zo'r rivojlanadi. Masalan, lekin bu yerda fransuz zotli nemislarni olib kelib qo'yib, kuniga bir mahallik kepay bermasa u ham qolib qiladigan bo'lsa, ular ham o'sha tashlab yuboradi, vazn ham yo'qotadi, o'zini ham yo'qotib qo'yadi. Bu yerda boqilishiga ham Demoqchisizki, vaqtini vaqtini nimasini qadriga yetsa, 1 yildagi rezultatni 6 oyda oladigan o'rdalar bor-da, to'g'ri? shu aka 6 oyda bir yil vaqt yutkazgandan ko'ra 6 oy vaqtdan yutadi. Juda ham katta nima qiladi. Lekin buni yaxshi joyi o'sha sezon o'lmaydi. O'rdakni endi o'tgani hech qachon nimasi o'lmaydi, sezon o'lmaydi. Lekin oddiyga qaraganda kattaroq foydaga chiqqisi kelsa, shu fransuz, nemis oq indotga keyin o'sha lavanda, izmurtlarni qoni tozalarni qilib o'tiradigan bo'lsa, o'shandan zo'r foydaga chiqadi. Qon buzish ham qiyin emas aka. Ikkita qonni olib kelib qo'yib, shuni aylantirib o'tiraversa ham buziladi qon. Ha, tushundim. Kres qilib-di. Kles qilib aylantirib o'tiradigan bo'lsa qon buziladi. O'sha o'zidan chiqqan jo'jalarni ikkisini bir-biriga qo'shib, o'shalardan chiqqan xorozlar qaytadan o'ziga qo'shib qon aylantirsa buzilaveradi qon. Xorozlar bunaqa qilish kerak emas. Ikkita uchta olib kelib qo'yadi, shular aylantirib o'tiraveradi kres qilib. Bo'ldi. Tushundim. Masalan, seri bilan lavandani qo'shadigan bo'lsa, zo'r izvortlar chiqadi. Seri o'sha indotga makyonni o'sha lavandaga qo'shadigan bo'lsangiz, zo'r katta yirik izvortlar chiqadi. Serobro degan rang bor, o'shandan ham chiqadi. Keyin bitta tashlab qo'yaman sizga nimasini, rasmni. Молочный rangda bo'ladi-da. Ular ham ancha yirik bo'ladi lekin. Oq ham emas, seri ham emas, молочный rangda bo'ladi. Tushundim. Akmal akamiz ham keldi. O'zingiz boshladingizmi yoki endimi?
Men martdan xudo xohlasa shu seleksiya yo'nalishida ketishni xohlayapman. Shu seleksiya yo'nalishini tanladim. Demoqchimanki, mingta, 2000ta boqmay, shu 100 ta seleksiya yo'nalishida boqib, shu kelajakda mana shu gruppani ochishimizdan maqsad, mana shu Indutga qiziqadiganlarni yig'ishimizdan maqsad shu insonlarga nima deydi, zavod hisobida qo'limdan kelgancha men ham harakat qilib seleksiya yo'nalishini tanladim. Alloh Jo'jalar xayr deysiz. qilsin boshlagan aka. Murat aka, mana Sobirshoh aka degan bor, bilasizmi? Video tashlab turadi bir 2 kunda bir, 3 kunda bir. O'shalarni Kim? seleksiyasi zo'r lekin. Kim dedingiz? Sobirshoh degan. Qiziqib ko'raman. Bor bu yerda ikkita, uchta ko'rib O'sha yurganlarim bor. Sobirshoh akani nimasi zo'r, chunki hammasi o'sha biz tarafdan o'tganlarda Rossiyadan, shundan keyin Qozog'istondan o'tganlar. O'sha kishidan ko'rib o'tganda bir sotuvga chiqardi adashmasam, pul kerak bo'ldimi yoki joyi bo'lmay qoldimi? O'sha aka bilan bir gaplashib ko'ring, zo'rlari bor lekin. O'zim shu gruppada nima qilganimda, chiqib ketgan o'sha Sobirshoh akani nimalari bo'ldi, indovklari bo'ldi. Keyin Lavandani Hikmatullo degani bor, o'shanda ham zo'rlari bor. Hikmatullo akada ko'rdim, yaxshilari bor ekan unda ham. Bu aka bilan 2 yildan beri Atlashinada biz gaplashib turamiz. Zo'rlari bor. Nima qolganlar gapirmaydi, marhamat, gapiringlar. Savollaringiz bo'lsa beringlar. Assalomu alaykum hammaga. Alaykum assalom. assalom. Mustafa aka, yaxshimisiz? Rahmat, Umarbek aka tuzingmisizlar? Rahmat. Keling aka. Savollaringiz bo'lsa Aka, bemalol ko'p. menda bitta savol bor edi. Xullas, gapni ochig'i, o'zim etajda yashayman. Bitta kichkinagina etajni tagiga joy qilganman. Yaqinda hali ko'p yomg'ir yog'vordi bizda vodiyda, Farg'onada, mana Yozyovonda. Jichasi joyga suv to'lib, suv kirib qoluvdi, chiqarib yuborib, anaqa qilib, somon sepib quritaman, u bu qildimmi, baribir qandaydir namda o'rdaklar kunora tug'yapti. Shunga nima qilsam bo'larkan deb turibman. Aka, siz savolingizni sal tushunmay qoldim. To'g'rilab bir Aka, men tushuntirsangiz. etajda yashayman. Hammasini tushundim aka. O'sha ya'ni teginoq quruq ishlashingiz uchunmi yoki o'rdaklar nima qilishingiz uchun tushunmay qoldim aka. O'rdaklar aka, buni tektasi bilan maslahatlashsam, o'rdakda oyog'ini tagi nam bo'lsa ham kunora tug'ishni boshlaydi, kuniga tug'maydi deyishyapti-da. O'shanga hayron bo'ldim. Tug'lar, ammo har kuni tug'yapti. O'rdaklar kunora tug'yapti. O'shanga u namlidanmikan yo boshqa narsadanmikan deb o'ylab qolyapman. Yo'q, namlikdan emas aka. Tug'iladi, farqi issiq bo'lsa bo'ldi xonadagilarning. Xo'roz yaxshi bo'lsa bo'ldi. Yo, xo'roz Allohga shukr zo'r aka. Ertaga bir video qilib tashlab qo'yaman. Bunday bekitilgan, g'ib bekitilgan bir shabada keladigan joyi yo'q aka. Oldilariga lata tortib, salafan tortib bekitib tashlaganman. O'shanga bir ratsionini o'zgartirib ham ko'raymi deb turibman. Nima berasiz? Hozir aka, hop, bug'doy beryapman. Ya'ni bozorda sotiladigan o'zimiz somsa qilib yeydigan ko'katlar bor-ku, nima jag'jag, yana qanaqadir ko'kat bor-ku. O'sha ikkosidan aralashtirib bozordan olib kelib chicha qilib berib turibman. Faqat bug'doy, to'g'rimi? Ha, faqat bug'doy aka. Keyin go'g'da bir mel beraman. Anu haliginaqa bor-ku, televizorlarda bunday yangi olsangiz korobkani tagidan chiqadi-yu. Oq Bas. Ha. anaqa. Xullas, Kenaplex. ashana sali
Ha, shunaqa beraman. Vitaminlar bor, bir ikki xil vitamin beraman. Aka penaplekincha miqdordan ko'p bermang. Ya 3 Penaplik. kun 4 kunda 3 kun 4 kunda где-то bir 10 ga 10 qilib, masalan, qarishda hisoblasangiz 10 ga 10 qilib ichak qilib tashlab beraman. Anaqa qilib g'ajib yurishadi. Ya'ni penaplik Omma miqdordan chiqar. ko'p yeydigan bo'lsa, ichida nima qilish, hazm bo'lish tizimi buziladi-da. Mm, ha, Umarbek aka, keyin manda aka bu etajda bilsangiz suv yo'q-da. Xo'sh. Paqirda suv olib kirib beraman xolos. Uni hech unaqasi zarari yo'q-a? Yo'q, yo'q, aka zarari yo'q. Bularga ya'ni ichadigan suvi har doim bo'lsa bo'ldi aka. Shunaqa turadigan joylarga kichkina idishlarga sug'ib qo'ysangiz juda yaxshi tegi quruq bo'lsa judayam zo'r bo'ladi. Agar cho'milish kerak bo'lsa, Mm, bitta sal uzoqroqqa shu kichkina idishlar, ya'ni tog'oralarga sug'ib qo'ysangiz bo'ldi. Ya haftada bir mana orqaga bir 100 tupcha terak ekkanman-da, bir 5 yil oldin. O'shanga Mhm. suv olib kelganimda bunday chiqarib turaman. Cho'milib olasan deb. Ha, bo'ldi unda yaxshi aka. Ichadigan suvi bo'lsa bo'ldi. Har bular ovqat yemasa ham, oziqlanmasa ham suv kerak bularga har doim. Suvsiz yasholmaydi. O'shaning uchun idishlar O'shanga hayron. shu dumaloq Mm, cheling tegidan kesib yoki idishlarga suqib qo'ysangiz, o'zini idishiga bo'ldi aka. mm, mm. O'shanga hayron bo'lib turaman. Hozir bittasi bilan gaplashuvdim. Deydi, oyog'ini namligigayam deydi. Mana shunaqa kunora tug'adi, issiq bo'lishi kerak, anaqa quruq bo'lishi kerak, issiq bo'lishi kerak, pechka yoqishingiz kerak degdi. Yo'q, yo'q. Kunora degani 2 kunda bir tug'adi demoqchisiz, to'g'rimi? Ha, ha. Yo'q. Aka, Ammo hozir kun ammo kun sovuq, ammo kun sovuq. cho'ja narsalarda aka bu tula Ha, emasda. aka. Hali yosh, birinchami tulagan, keyin aytmoqchi bo'lganim, hali kun sovuq aka. Hali uncha o'rniga tuxumga kirmaydi. Masalan, menda ham bor, lekin masalan, menda Mm, 100 tadan 10 ta 15 tasi tug'yapti, yosh kattalar. Kun sovuq aka mm, judayam. mm, Tagiga agar imkon bo'lsa shu mebel sexlaridan opilka bor-u, o'shani olib kelib sochib qalin qilib mm, to'shab qo'ying, bo'ldi aka. Idishda suvlarni iloji boricha uzoqroq qo'yib qo'ying. Ichiga tushib ketmaydigandek, idishda suvni to'kib tashlamaydigandek qilib sharoit qilib qo'ying, bo'ldi. mm. Hozir aka Ha, уже demak, tovuqlar ham tuxumdan qaytgan vaqt. Bu o'rdek 1 yilda 200 indiska o'rdek 200 ta, 250 ta tuxum tug'adi aka. Ari borsa 300 ta tug'adi. Unda ham yoshi ha, kattalar, lekin demak Xudoga shukur qilib turaverishim kerak ekanda. ha, siz hozir xursand bo'lishingiz kerak mana o'rdaklarni tug'yapti deb. Chunki gruppada 100 ta odam bo'lsa, shu 100 ta odamni bir 20 ta, 30 tacha o'rdaklar tuxum tug'yapti, hali ko'pisi tuxum tug'mayapti. O'sha O'shanga bir fevral oyining o'rtalarida boshlaydi tuxum tug'ishni. Hammasi yoppasiga tug'adigan. mm, o'shanga hayron bo'lib o'tirgandim. Endi baribir Endi hali qarang, men o'zim endi anchadan sizga maslahat gapirmang. beraman Mustafa aka. Mm, Hozir bug'doy berish yaxshi judayam. Uyda mm, qutgan nonlarni berib turing. Kuniga bir mahal nonda tuz bo'ladi. Tuz, tuxum. Tuz yegan o'rdak chanqayda suv ko'p ichadigan bo'lsa, tuxumga yaxshi kiradi. Bu tajribadan o'tgan narsa. mm, Keyin non berib turing, bug'doy bering, jo'xori bering. Ko'p emas, haftasiga bir mahal bug'doyga aralashtirib bering. Shundan keyin rakushka degan narsa bor. ha. Rakushkani beradigan bo'lsangiz, rakushka tuxum tug'ishni tezlatadi va kunora tuxum tug'ishga foyda beradi. Zo'r foydasi bor rakushkani. Endi Umarbek aka, men o'zim bir qishloqda yashaymanda aka, unaqa pakushka degan narsa albatta yo'q. Bizda baliqxona ko'p. Baliqxonaga borib ichakda olib kelyapmanda aka, yaxshilab pishirib turib, bug'doyni tashab, bug'doy bilan birga qaynatib turib, ichiga baliq yog'ini solib turib, qalampir solib aka, tuzni tashab, o'shani bir haftada bir 2 marta beryapman men. Ha, bu zo'r. Men aytmoqchi bo'ldim, ko'p bermang deb. Bu zo'r aka. Bo'ldi, xuddi shunaqa davom ettiring, bo'ldi aka. Bir haftada bozor kuni boraman, dushanba kuni qilib beraman aka. Keyin chorshanba kuni kechga boraman, o'rtog'im borda, baliqxonada ishlaydi. Endi o'zini baliqxonasi bor. Telefon qilib qo'yaman, tayinlab qo'yadi. Chorshanba kuni boraman, kechqurun olib kelib qo'yaman, payshanba kuni tayinlab beraman. Mustafa aka, zo'r. Shu ketishda qilsangiz, zo'r natijaga erishasiz, xudo xohlasa.
Endi man o'zim to'g'risini aytsam bir 3-4 yildan beri boqaman. Boqamanu hech hali ochirishga qiziqmasdim. Mustafa aka qarang. Boqib Eee, Manga lichkamga yozib qo'ying. Xudo xolasa sizga tuxumni chiqarishi, qanaqa jo'jalarni boqish kerak, qancha kundan keyin suvga tushirish kerak, u o'z suvga tushadigan vaqtgacha nima berish kerak, hammasini sizga batafsil tushuntirib beraman aka. zo'r bo'ladi aka. Mayli, Man lichkamga yozib qo'ying. Bir yilda bitta ona o'rdak nechta tuxum ochiladi, tuxum ochish yo'nalishida nimalar qilish kerak va bir yilda 3 ta 4 ta 3 partiya ochirish uchun nimalar qilish kerak, hammasiga batafsil boshdan oyoqqa tushuntirib beraman. zo'r bo'ladi aka. Bizda hozir mana hokimiyatdan yoshlarga, endi men o'zim uylanganman, Rossiyada ishlardim-da. Aha. Endi onaxonda onamcha mazasi yo'q bo'lib, bitta o'g'ilman, boshimizda otamiz yo'q, o'tib ketgan. Bitta singlim bor, o'shaning uchun ketolmadim Rossiyaga. Alloh Hozir mana rahmatiga davlat olsin. tarafidan hokimiyatdan yer berilyapti. Mana shunaqa o'rdakka, tovuqqa, millasa. Mana shu o'rdakka qiziqib qolganimga bir 4 yil, 5 yil bo'lyapti. O'zim olib kelaman, onam uchun so'yib beraman-da. Nimaga? Bu qishki kunida quvvat bo'ladi, mazasi yo'qligiga. Qishki Sizdan kunida Alloh quvvat bo'ladi. rozi bo'lsin. Hech ko'paytirmasdim. Bu yil qiziqdim o'sha narsaga. Nimaga? Mana keyingi yilga Xudo poshshoda borolmay qolishim mumkin Rossiyaga. O'shanga Endi baribir bu yil qarang, men harakatini qilib qo'yaveray deb. Mustafa aka, agar ko'paytib yaxshi imkon bo'ladigan bo'lsa, ya'ni kapitalga ham katta sharoit kerak emas o'rdagiga. Agar man epli olaman deydigan bo'lsa, 100 ta 200 taga chiqaradigan bo'lsangiz, sizga Rossiyaga borishingiz kerak emas. Yo'q deganda kuniga shu o'rtacha hisob bilan 300 ming 400 ming so'm topishingizga bo'ladi o'sha o'rdakdan. Tushuntira oldimmi sizga? Qishloq sharoitida oddiy hisobla 200 ming so'mdan topa olasiz, 200-300 ming so'mdan. Bu yerda sizni so'yib o'tkazishingiz mehnat talab qiladi, lekin agar bu mehnatdan qochmayman deydigan bo'lsangiz, zo'r natijaga erishasiz. Ya'ni uzoqdan eee, uzoqdan aravalagandan ko'ra yaqindan do'rbala deydi bizda qozoqlarda shunaqa maqol borda. Uzoqdan aravalab degandan ko'ra yaqindan kichkina ol, yig'ib ol. Ota-onangiz, oyingiz bor ekan, o'shani yonida turing, onangizni duosini olsangiz yoki hech qachon yomon bo'lmaysiz. Nima qilasiz Rossiyaga borib, u yoqda ishlab, boshqa birovlarni qo'liga qarab, boshingiz egilib. Shu yerda sharoit qilib, shu yerda kichkina harakat qiladigan bo'lsangiz zo'r natijaga erishasiz. Masalan, shaharlik fermerdagi akamiz bor, o'sha bilan ancha bunaqa gaplashib turaman. O'sha insonni boshidagi videolardan boshlab ko'rib kelaman-da, haligacha kuzataman, gaplashib turamiz. Zo'r rivojlanib kelyapti. Sharxolli aka. Ha? Zo'r o'sishi bo'lyapti. Sharxolli aka. Natijasi zo'r. Ha, o'sha inson. Ya'ni u inson ham birdaniga 100 ta 200 talaba olib kelib boshlamadi. Sekin-sekin 10 ta 15 ta. Ya'ni bu ishni ko'zini bildi, bu ishda katta natija bor, yaxshi foyda bor ekanini bildi. Kontentni zo'r olib ketdi. O'sha darajaga yetdi aka. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, Hojiboy Tojiboyevning bitta gapi bor. Oyni mo'ljallaydigan bo'lsang, tog'ni eng balandiga cho'qqisiga yetasan deydi. Agar o'sha tog' ham menga bo'ladi desang, yerda chalpak bo'lib yotirasan deydi. O'sha uchun harakat qil, oyga harakat qilsang, tog'ga yetasan deydi. O'sha aka. Xudo xolasa menga yozing, aka qo'ldan kelguncha qanaqa qilish kerak, nimalar berish kerak. Katta nima talab qilmaydi, mehnat talab qilmaydi, lekin katta e'tibor ham kerak emas. Siz bu yerda mehr beradigan bo'lsangiz, natijaga erishasiz. Ya xudo xolasa aka, endi mana gruppani men sizlar gaplashganlaringdan beri eshitib turibman, aytdim akalar dedim. Ancha opit katta ekan dedim. O'shancha bir so'rab olay deb gapirgan joyim edi aka. Bir kattani bir kichikda eshitgan deydi-ku. Ha, to'g'ri. Nechinchisiz aka? Aka men 93man. Ha, bo'ldi. Men ukangiz bo'lib hisoblanaman. 2010 yosh kichkina ekanman. Hech kimga o'tib qo'ying. Uka bo'lib sizga qo'ldan kelguncha bilgan ilmlarimni hali ko'p narsa bilmayman. Alloh qodir qilgancha hammasini sizga batafsil tushuntirib beraman. 15 kunlik, 1 oylikda nima qilish kerak, 1 oylikda o'tgandan keyin nima qilish kerak, necha vaqtda so'yiladi, hammasini sizga batafsil tushuntirib beraman. Ha, bo'laveradi, yozib beraman. Shunaqa bir aka bo'ladi, bir uka bo'ladi. Hali biz bilmaganimizni ukalardan, bilganimizni akalarga beramiz. Shunaqa bo'ladi. Endi bu hayot shunaqa ekan. Ha, uka, bundan hech qanaqa uyalish kerak emas yoki men kichkina odamdan aql so'rayapman yoki men katta odam menga aql o'rgatibdi degan. Alloh aytadi-ku, bilmaganni bildiringlar, o'rgatinglar deydi-ku. O'sha uchun aka qo'ldan kelguncha, xudo xolasa bizda faqat yaxshilik qoladi.
Behijolat xohlagan vaqtingiz kecha soat 12gacha, ertalab soat 8dan kechki soat 12gacha Telegram chatimda xizmatingizdaman, aka. Xudo xohlasa aka. Bo'lmasa yaxshi kunlarda ko'rishaylik, yozib qo'yaman aka. Allohga omonat, so'zga ehtiyot qiling, aka. Boshlagan ishingiz Xo'p, xayrli rahmat, bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin sizdan aka. Xo'p, rahmat aka. Murod aka, gapiring. Alloh rozi bo'lsin. Bilib qoldingizmi? Adminlarimiz bor ekan, bilmagan ekanmiz deydi. Rahmat, hurmat qilib, man bu yoqda-yu, siz u yoqda o'sha nimani vazifani berib, aka, qo'ldan kelguncha harakat ancha xursand bo'lib qoldim o'sha vaqtda ham. Boringizga shukur. Xo'p, yangilarimiz bormi? Hop, eshitaman. Bugun yaxshimisiz? Assalomu alaykum, yaxshi, rahmat, Allohga shukr, o'zi yaxshimisiz? Rahmat. Aka, shunsiz Indutga xo'rozni olish kerak edi. Bitta xo'roz olish kerak edi deysizmi? Yo'q, Indutga xo'roz olish kerak edi. Aka, telefonga sal Aslida yaqinroq kelsangiz, ovozingiz yaxshi kelmayapti. hozir. Yoki naushnikdamisiz, shunaqa bir nima bo'lyapti. Yaxshi bo'lyaptimi aka? Bo'ldi, eshitaman, aka, gapiravering. Aka, ya'ni Indutga xo'roz olishim kerak edi. Ha? Shu Indutga xo'rozni aka, hali yaxshi basi, o'shalarni ajratib aka tanlab olsa ham bo'ladimi yo hammasi bir xilda bo'laveradimi? Yo'q, Misol, bu hali yaxshi ishlaydigani bor, yaxshi ishlaydigan bor, o'shalarni ham ajratsa bo'ladimi aka? bu inditska o'rdi, ya'ni indovtkani xo'roz olishda faqat yoshiga bog'liq. 2 to'laydan o'tganlar уже boshi sekinroq kamayadi. Ular faqat уже yoshlar qarigan sayin уже boshidan zillanasi qochib qoladi. Yoshroq 1 to'laydan o'tganlar, 1 to'layga yetib kelayotganlarni oladigan bo'lsangiz, ular ishlashi zo'r bo'ladi. Iloji bo'lsa bir to'la olgan yaxshiroq aka. 1 to'lay olgan yaxshi. Ya'ni yoshroq, 1 yoshar xo'roz olsangiz yutasiz. Ya'ni 25-yil bahorda chiqqan xo'rozni bu yil oladigan bo'lsangiz, erta bahorda zo'r natijaga erishasiz. Agar bu yerda makonlaringiz katta bo'ladigan bo'lsa, yosh xo'roz ancha kech bosadi, lekin bosadi. Chunki yoshi katta makonni yoniga yo'latish qiyin bo'ladi-da. Indutga xo'rozlarda lekin aka farqi bo'lmaydi-ya. Hali yaxshi bosadigani, misol yaxshi bosmaydigani. Farqi bo'lmaydi. Faqat 2 yoshdan o'tgandan keyin 3 yoshga yetib yoki 3 yoshdan o'tgandan keyin sekinlashadi tuxum, ya'ni makonni bosish. Ha. O'sha aka, mana shu narigi oylardan shu xo'rozni qo'shsak, shu tuxum tug'adigan joyini qilib qo'yishni boshlasak bo'laveradi. Somonlar tashab. Bo'ladi. Nima yem berishni Iloji maslahat boricha berasiz aka? fevralni boshidan qo'shadigan bo'lsangiz, уже fevralning o'rtalari yoki fevralning oxirlari уже makonlaringiz tuxumga kiradi. Nima dom berishni Avval maslahat Alloh, berasiz aka? nimadan berasiz o'zi hozirda? Hozir aka, shu bug'doy beryapman, makka beryapman. Ko'proq makka beryapman. Makka bu semirishga yaxshi, vazn to'plashiga. Go'sht ham tilla bo'ladi, silliq bo'ladi, yarqirab turadi, yaltillab turadi. Bug'doy zo'r narsa bu ham. Bug'doydan zo'r foyda chiqadi. Faqat kepak bermasangiz bo'ldi, aka. Kepak yo'qmaydi. Kepakda zarari bormi aka? Kepak zarari zo'r, chunki kepak yo'qmaydi. Faqat 1-2 soat qornini to'ydirib ishlab turish uchun bo'ldi. Bo'ldi. Nima desak? Ovozingizga Hop, Aliburxon aka, Akmal aka, hammanglar yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Ali Bobur aka.
Apro'n uka shovqin bo'lib ketdi, mikrofoningizni yopib qo'ygandim. Uzr. Men borib bitta telefon qilib qolib, chalkashib qoldim. Aha. Savol bor edi. Xo'p, eshitaman aka. Hindisga yo'llandim makonini Umorbek aka, yilgacha patolog ishlatsak bo'ladi? Necha yilgacha o'zi optimalniy ishlaydigan nimasi yoshi necha yoshgacha maksimal necha yoshgacha necha yilgacha ishlatsa bo'ladi? Aka, men Ona bitta makon. bitta ona makanim bor, bu yil 5-yil. 2020da kelgan. 20da kelgan aka. 21da kelgan ekan. Bu yil 5-yil aka. Yaxshi ishlayapti, lekin erta bahorda ham yaxshi oshdi. 4 yil 5 yilgacha ishlatsa bo'laveradi. 4-5 yil keyingi yil уже qo'yib yuboraman yoki qurtaman, уже qarib qoldi. Уже padlari nima, qanotlari уже yerga sekin-sekin tushyapti, sudralib. Qani 100 ta 200 ta baqasiz misol ko'p nimada misol aytaylik ichida bir 30 ta 20 ta o'sha eski makonlaringiz bor o'sha tula makonlaringiz. Ular tug'ayotgan tug'mayotganini qanday bilsak bo'ladi? Manda hammasi bo'lib qolgan. Masalan, manda ko'p olib qolmayman aka. Masalan, bu yil chiqqan jo'jalarni уже keyingi yil 1 yil ishlayman, bo'ldi. Undan keyin уже so'yib yuboraman yoki sotib yuboraman. Men 2 yildan ortiq ishlayman, xo'rozni ham, makonni ham aka. 2 yil. 23-yildagi chiqqan jo'jalar, 24-yil chiqqan jo'jalar 25 ta уже men jo'ja ochib berdi. Bu yil ishlataman. Уже 27-yilga so'yib yuboraman yoki bu yil kuzida so'yaman hammasini. Hammasini oyog'iga metki qo'yib qo'yganman. Ko'p ishlatmayman. Lekin hozir bilmayman, rostdan menda 4 ta 5 ta yosh katta o'rdaklar bor, o'sha tug'ib yurgani aniq bilib yuribman. Qolganlar tug'yaptimi, tug'mayaptimi aniq bilmayman aka. Qo'yib qo'yaman. Masalan, bu yil chiqqan fransuzlarnikiga nima bor? Zajim bor, plastmassaviy xomut. Bilasizmi, mashinada ishlatadi plastmassaviy xomut, zajim. Qizili, sari, qorasi har xil rangi bor. O'shani qisib qo'yaman oyog'iga. O'shani ham o'ylab ko'rdim men. Sariq O'shani mono yili kelgan, qizil mono yili kelgan deb. o'shalarni qisib qo'yaman. Ko'ki bor nimasi bor. Olib kelib solib qo'yaman. O'sha 4 oy, 5 oy o'tganidan keyin sal kengroq qilibdi. Oyog'ida o'ynab turadigan qilib, bari chiqib ketmaydi-ku. Daftarga yozib qo'yaman. Qizil 2023-yil kelgan yoki 24-yil kelgan deb. 23-yil kelgan nimalar fransuzlar hammasi sentabr oylarida so'yib tashlagan hammasini. Aha. Bu yil 24. Ha, eshitaman. Mol fermada mollarni qulog'iga taqib qo'yilgan birkalar bo'ladi. O'shanaqa raqamli birkalar qilib, mana misol kompyuteringizga yoki daftaringizga mana raqamli indoutka deb turib, mana shu qanotigami bir nima qilib qo'ysa bo'ladimi yo bo'lmaydimi? Uni hali o'ylab ko'rmabman. Mana boya plastmassaviy xomut oyog'iga solib qo'yaman. Bo'ldi. Har xil rangi bor, ko'ki bor, qizili bor. O'shani solib qo'yaman. Shu vaqtda kelgan, shunisi shu yerdan kelgan deb yozib qo'yaman dasturga. Yo, u общий nima uchun? Halik seleksiya uchun demoqchiman o'zim. Ha, Ashuni yo'q. o'ylab turibman. O'zim o'ylab ko'rsam, masalan, tovuqlarni oyog'iga bo'ladi-yu. O'shalarni solsa bo'ladi.